أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الزروع والثمار. Hazır bu bab şu öşürüge münasırlık. Önüme kitapta beşirilen ziraat ve terilgı mahsullarda zekatının delilini bayan kılmadı. Lekin aralıkta ayetine de ötekididu. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezîne enfikû min tayyibâti mâ kesebtum ve mimmâ ahrajnâ lekum minel ard ve mimmâ ahrajnâ lekum minel ard gen. Bu şu ayetten terilgı ve ziraat mahsullarda zekat verişinin vacibini kıralıyız. Yani bir ayette وَالَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Türlük meyve ve ziraat mahsullerini bayan kılgandan keyin وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ deb buyurgan. Hakkını ada kılınlar, berenler, buna hakkı şu öşürden ibaret. Bunu başka hadislerde mi kelgan? Mesela فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. Bukhari'deki hadis. Bazı alimler icma kelgan. Yani şu ziraat mahsullarda öşür ya ki nisful öşür vacip. Bu da icma var. قال ما سقط السماء أو سقي سيحا ففيه العشر قل أو كثر. Yağmurlan yoki yaqin sular bilan sug'urilgan g'usl oz bo'lsin ko'p bo'lsin 10dan biri zakat qildi, 10%. Wa yastawi fihi ma yabqa wa ma la yabqa. Bu g'usllarning ichida, aslarning ichida xil uzun bir muddat saqlab qolgan g'usl bilan tizlan buzilib ketadigan hammasi o'xshash. Buni ayirmaydi. Qalla aw kathra, ya'ni qalla el-haricu ev kethura demek. Ma yabqa desek, mesela buğday, konak, arpa degendek narsalar. Ve ma la yabqa degenimiz mesela qo'g'in tavuz, tarhamak, sayko'ktat, shunday narsalar. Ve qala degendiklar yuqorqi qarashning İmam Abu Hanifa'ning qarshi ekanligi ma'lum bo'ldi. Sahiben dedi la yecibul ushru illa fima yabqa iza balaga 5 awsuq. Birinci mesele sahiben faqatlam uzun muddat saqlab qolgan usul bo'lib qolsa ondan ushur vojib bo'ldi. İmam bilan o'xshamaydi g'ayr shu. İkincisi nisob iza balaga 5 awsuq. 5 vasq bo'lsa ondan zakat qildi. Xuddi pul mol, oltin, kumushda 85 gram ya 200 tenge 20 misqal degandek bu ziraat mahsullarida bir nisab bor demekçi. Wal wasqu 60 sa'a. Wasq degan bir kamchan o'lchimi. Buning sig'imchanligi 60 saat bo'ldi. Balki ba'zi narsalarga qarab o'xshamasligi mumkin. Suv qachilsa boshqacha, buğday qachilsa boshqacha, yengilroq narsa qachilsa boshqacha bo'ldi. Lekin o'sha ashliq narsaga ishlatdik, buğday narsaga 60 saat kiritdi. Bir sani biz Hanifi mazhabini qarashida masalan bir qarashda 2 kilo 40 gram, bir qarashda 2 kilo 700 gram, jumurning qarashida 3 kiloga yaqin deb qarasak, mesela 2 kilo 40 gram deb qarasak 60 sa 122,5 kilo bo'ldi. 5 sa 612,5 kilo bo'ldi. Sani jiqroq hisoblab qarasak bir vasq 195 kilo chiqishi mumkin. Natijada bu hamda 600 kilo atrofida bir narsa bo'ldi. Shu yarim tonnadan sal oshgan bir ashliq nisobi. Buningdan oz o'slab qolsa o'shir kelmaydi demak sahiban. Abu Hanifa oz bo'lsin, ko'p bo'lsin o'shirisini ayirdi. Masalan, bir taqa o'slagan bo'lsa, shuni o'ng'ilab bir ulushni berishi lozim deydi. فلا يجب في البقول والرياحين
Sahibaning nazarida ma yabqa degan bir shartni qo'ygan bo'lg'achqa, ma la yabqa uzun muddat saqlab bo'lmaydigan, masalan, palak, kuda, undan boshqa shu tarxamak, pomidor, buqul degan ya big'irlab o'sadigan qo'g'in tavuz tarxamakdek narsa. Rayahin degan gul chechaklar. Qancha saqlab keskin? Kammaydi demakchi. Chunki o'zi saqlanmaydi, tiz bir tarafga o'tmasa, bizni qilganda bir nasib bo'lg'achqa, shunda deb qaradi. Ha, chekdi. Bu hamda samanqo'lliq ya big'irlig'ich o'simliklar desak, tilaklik bo'lgan ekan, buni uzun saqlab bo'lmaydi. Masalan, qo'g'inni 2 yil, 5 yil saqlab bo'lmaydi degandek, saqlab olmay buzib qilgan narsa. Lahuma sahibaning dalili, bu dalil hozir nisob bar degan dalil. Qawluhu sallallohu alayhi vasallam laysa fima duna 5 awsuqin sadaqa. Bu muttafaqun alayhi hadis. 5 vasaqdan tuan ziraat mahsullarida o'shir yo'q degan. Yoki zakat yo'q deydi. Chunki Abu Hanifa sadaqa degan so'zga eslab raddiya berdi. Wa qawluhu sallallohu alayhi vasallam laysa fil khudrawati yoki khadrawati ushrun. Ko'ktatlarda o'shir yo'q degan shu bir rivoyat. Bu ma yabqa degan shartning dalili deydi. Wa li'annahu sadaqatun fayushtaratu lahu nisabun. Bu aqliy dalil ekan sohibining. Bu bir zakat. Zakat bo'lgandan keyin buning cho'qim eng tuvan boylik o'lchim bo'lishi kerak. Yatahaqqaqal ghina, zakat bergan kishi boy bo'lishi kerakdi. Boy bo'lish uchun buning eng tuvan o'lchim bo'lishi kerak. Kasair sadaqat, demak boshqa turdagi zakatlarga qiyos qilyapti. Masalan, mol chorvalardan bir nisob bordi, oltin kumushdan bir nisob bordi. Bu ziraat mahsullaridan bir nisob bo'lishi lozim. Chunki buni bergan kishi eng tuvan boy o'lchimiga yetgan bo'lishi kerak demak. Yani bu dalil hozir qiyos. Chunki hadisda la sadaqata illa an zahri ghina. Yani boy bo'lgandan keyin andin sadaqa berish bor. وله للإمام أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Sizlarga biz zimindan chiqarib bergan narsa dedi. Shunami? Bu yerda mushum mimma akhrajna degan ma harfi umumni bildirdi. Chiqarib bergan narsa deganiki oz narsa olsun, ko'p narsa olsun, shuningdan o'shira ayronlar degan bo'ladi demakchi. ولا واجب فيه إلا العشر أو نصفه. Bu zimindan chiqarib bergan narsada ya o'shri vojib bo'ldi 10% yoki nisful ushr 20dan biri 5%. 5% 10% vojib bo'ldi. Fayakunu al-murad al-ushr. Bundan keyin buning maqsadi shu ushr deb muayyanlashtirmas. Wa lam yufassil bayna al-qalil wal-kathir. Bu oyatda Alloh taolo oz ko'p deb ayirib jumladi. وما يبقى وما لا يبقى uzun saqlıq olduğan, saqlıq bulmaydıgan da ayrımıdır. Feyetenavelul kul. Bundan iken üç vacip olduğan mahsulatlar hemen öz içi oldu. Yani şu ayet maksat kıygan neyse hemen öz içi algan buludu. Yana biz yukarıda o ayet mu ve atu hakkahu yevme hasade yani şu ayet mu Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi delil buldu. Kaç cihetten isek bunun da bu az köp deb ayrımıdır. Yani tehe ma la yabqa. Mesela rumman ve şuna okşaş meyvelerini atab ahirda ve atu hakka yevme hasad edilgen rumman mı zekten biran deyin. Ma la yabqa. Lekin bu kitapta ekemedi o delini. Ebu Hanife'ninki mavu tehmu jallık delil. Hazır bu sahibenki karta iki noktaga delil keltiriyordu. Birisi ma yabqa ve ma la yabqa deb ayırış. İkincisi nisab bar degan nokta. Nisab bar deganda hadisni akasak, ash hadisdan ashunda dalil chiqadi. Lekin bu oyatdan nisab degan narsa ko'rinmaydi. Undan keyin umumiy Abu Hanifaga dalildir. Yana bir nuqtadami ma yabqa va ma la yabqa deb ayirmadi. Balki ma yabqa va ma la yabqa hammani tilab oyog'ida va atu haqqahu deb ashunning haqqini beringlar degan ekan. Rummandak ashunda saqlığılı bo'lmaydigan mevchilarni zekatdan berang degan bo'ldi.
Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin yana bir delili ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ma saqatis sema'u fefihil ushr. Yağmur suğagan ziraat mahsullarida 10% zakat var degan şu hadis. Vecil istiqlali az, ko'p ya manchi vasaq demadigan mushadisni yolg'iz alsak, xamsata olsak deganni ekanmisak, mushadis yolg'iz dalil bo'ldi. Yana bir tarafdan bunun ibarasida ma yabqa va ma yabqa degan gap. Shu osmon sug'aganlar ziraat bo'lib qolsa, qanday bo'lsin 10% ushur qildi dedi. Va li anna al-ushra ma'unatul ard. Ma'una degan chiqimi, xarajati degan ma'noda. Ushurmo zaminning xarajati hisobida deydi. Ya'ni bu xuddi shu zaminga qarta berilgan bir haq. Zaminga qarta berilgan bajga o'xshash bir narsa demak. Kal xaraj, xaraj qiyas qildi. Ya'ni shu ushri nimaga o'xshaydi desa, xuddi sen yeringni terib, uruq elishqa, o'g'utlashqa yoki birisini ishlatib, uningga ishaq qilishga chiqim qilgandek shu zaminning chiqimi hisobida deydi. Xarajni qiyas qilib. Undan keyin bu sap ibodat deb unda degili bo'lmaydi. Undan keyin ilgisining bay bo'lish kerak emas. Modeldan maqsad shu. Bu bir baj. Masalan, davlat bir nimadan bajanmoqchi bo'lsa, ashuni ilgi bo'lganlik uchun ham, mulkiyat bo'lganlik uchun ham baj oladi. Bir mo'g'amonchi pul, ikki mo'g'amonchi pul deb oladi. Kambag'al bo'lsin egisi, bay bo'lsin. Bu shunga o'xshash. Bunun ilgisiningki baylik o'lchimi yetmaganini surish qilmaymiz. Wal kharaju yajibu bi mutlaqil khariji fakadal ushr. Xarajma ash zamindan chiqqan narsa. Xarij degan mishada zamindan olingan usul. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin, u bajni to'lamay sari yo'q dedi. Undaki ushrni berdi. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin, shu ushrisini berdi demak. Xaraj ikki turli bo'ldi albatta. Musulmonlarning o'zini bor. Xarajni oxirgi g'anaim va fay va davlatning moliya ishlari munosabat babida o'qiymiz. Lekin endi hozir bunda tushunib o'tish uchun deb qolsak, xaraj degan shu xaraji zaminlarga qo'yilgan baj. Zaminni ikki qismga ayiradi. Ardı sulh ve ardıl unva. Müslümanlar fath qilgan chaqda, mush İran, O'rta Osiyo, bizning jutlar, shu zaminlar masalan, Kural kuch bilan beslan fath qilgan bo'lsa, bu ardı unva bo'ladi. Agar shariy bas kirmay, shariy olis taslim bo'lib, biz taslim bo'ldik deb, ya sulhishib, islom hokimiyatini qabul qilgan bo'lsa, ardı sulh bo'ladi. Ardı sulhning zemini qanday bo'ladi? Mesela Qashqariylik aytsak, Abdulkarim Buğraxon islomni o'zi qabul qilib hokimiyatni tikladi deydilar. Undan keyin masalan Quchog'a, Xotanga islom echib mangdiga. Masalan Yakan desak, Yakanning odamlari islomni qabul qildi. Sulh qilib bilan shaychidi, musulmon bo'lganlar bo'ldi, bo'lmaganlar bo'lmadi. Endi ashulning qo'ldagi zimin shu Yakan ahlining qo'lida turibdi. Bular zaminni o'zi terib, zaminning egasi o'zi, zamin tatib olmaydi. Terib, keyin ondan har yili baj to'laydigan. Zamin beji. Bu zamin xuddi bir xil jiziga o'xshash. Ashula har yili shu zaminga ega bo'lganlik uchun to'lab turadigan xaraj bo'ldi. Mushunda sulh zaminni qarta to'laydigan xaraj bo'ldi. Ham unvatan deb qolsangiz, Xotanda islomni qurol kuchi bilan ochgan. 40 yil mujohidlar kurash qilgan. Shehidlar chiqib ketgan shuna shehidani xotin dedi. Shehidlikli bir jiq. Nurg'un musulmonlar shehid bo'lib ketgan. Ham bu zaminni kuchlar oldi shunama. Aslida kuchlar olgandan keyin xotinning zaminini shu mujohidlarga taqsim qilish kerak. Alama annama g'animtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu va lirrasuli dzil qurba. Qoldir 5dan 4 qismi mujohidlarga taqsim qilindi. Lekin Hazrat Umar zamonida Iroqning zaminini fath qilgandiki mujohidlar taqsim qilmaylar. Mushu qatdan fath qatnashgan mujohidlar emas, qiyomatda
tikildiğin bütün Müslümanların mülki dep başında bir icraat kılıp hem sahabının maslahatini iler bunu taksim kılıp etmey şu öz ilgilerinin koldu koyup koyup her yıl Baytul İslam kıyamet kadar değil mesela Baytul İslam İslam devletinin maliyesiga pul kirib turdi, Müslümanlar için pul kirib turdi deb ayni qo'yib qo'ygan. Ana shunda qo'yib qo'ygandan keyin, mesela xotin zaminda shunda ahlisini qo'lda qo'yib qo'ygan bo'lsa, ular har yil kirib baytlar turdi. Bu ardi xaraj yazır. Yani bu ardi xaraji aş ilgisi Müslüman bo'lsa, yani tushib ketmaydi. Ardi xaraj bo'lib. Cumhur ulamolar bu Müslüman bo'lgandan keyin xarajni to'laydi, bu baş. Bunu tülmeye çağırıyor. Hem öşür töleydi Müslüman doğanı, çıkkın töleydi de. Hani bir vaziyatta ya öşür töleydi ya haraç töleydi, çıkkın birin töleydi de. Yani kiyininde bu zaman koldu ötep, ne çıkarttın, musadir kılının, ne çıkarttın, bölünep, bunda kıyanken bunun ardı haracı mı, öşür mü, biz bunu ayıramadan böyle. Hazır mesela, falan yani zamanı ardı öşür mü, ardı haracı mı bunu diyemeyiz. Hatta Irak'ın zamanı, Mısır'ın zamanı mı, kinki ulamalar ardı haraj mı, öşür mü bunu ayrı bulunmadan bulup gitti diye. Daha önce şu bizim diğerinin zamanları mı, haraj zamanı mı, öşür zamanı mı da ayıramayız. Neticede Müslümanın kolu bağlanırken bu ardı öşür. Bazen de hazır mesela şu hükümetle aldığım bacı olup kalsa bu baş. Peki Müslümanlık sütümüzden biz öşürünü buradan yiyoruz. Bu kitabın ahırda cahil kelgan chog'da chiqishi mumkin. Endi bu yerda bir mazhab shuni qiyos qildi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi xarajni qiyos qildi o'shirni. Qala wal hadithul awwal mahmulun ala zakah. Sahiban dalil qilgan birinchi hadis bu zakatga olib tushunilmas edi. Laysa fima duna khamsati awsaqin sadaqa degan so'z bo'lgan ekan. Birisi masalan osh tijorat qildi ekan. Aş ticaretinde 5 vesak, her bir vesak 40 tenge gitti şu çağda. 5 vesakını 40 köpeşsek 200 tenge. 200 tenge şu adetki iktisat, pul, altın kümüşününki nisabı şu de. Yani sen ticaret kıygan bolsan aşıkta 5 vesak bolsan andın bunun zekatını töleysen, 2,5%'den töleysen öşüremez. 2,5% birdiğen zekat demeksin. Aşında şunu Madisine almadı İmam Ebu Hanife. Umumunu aldı. Çünkü bu arada sadaka diyenken bu şu 2,5% birdiğen zekatını töstüdü de düşündü. فَاِنَّ الصَّدَقَةَ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ تَنْصَرِفُ لَيْهَا. Çünkü sadaka diyen sözünü mutlak kılga alsak şu 2,5% birdiğen, rubul aşır birdiğen zekatını körüstükte. Ziraatninki öşrisini göstermekte. Ve kanu yetaamaluna bil awsaq. Şu çağda açlık ticaretçileri vesak bilan muamele qildi. Ve kana qiymatul wasqi 40 dirham. Bir wasqninki bahası 40 tenge bo'libdi şu çağlarda. Fayakunu qimatul khamsati 200 dirham. Vel muradu bil hadith thani, ikinci hadis kelsak Leysa fil hadravat aşırın diyen. Bu acizler desem de, lekin şuna delilde ekagan takdirde, el-murad bil hadith el-thani sadaqatun tu'khad. Ay ya'khuduha al-ashir. Yani bu yerda öşürü yığılgan zakatçı kadir alıdığan öşürü yok deyin buldu. Ama bu öşürün bir adam qanday qildi? Bunu kadir topshirmay kambag'allarga o'zbirdi dengan. Yani bu hadisni bunda deb tushunibdi. Laysa fil khadrawati ushrun. Bu saykıptalda zakatçı topshirib olgan o'shri yo'q. Lekin buning ma'nosi nima? Zakatçı bermaydi buni, ilgisi kambag'allarga o'zbirdi degan ma'noda tushunibdi. Lekin aciz hadis bu. Yani kadir olgan o'shri yo'q. Lekin ilgisi kambag'allarga berdigan o'shri bor deb bunda tushunamizmi? Endi biz bu yuqorqi masalaga qarasak, birinci mesele qanda turlik g'usullarda o'shri qildi degan masala. Kitobda unda azroq shuni bayon qilib o'tib ketdi. Abu Hanifa unda ayrimadi. Hammasida bor. Aslan qanday bo'lsa o'shri qildi dedi.
Bu İmam Abu Hanifa'nın qarşı, İmam Abu Hanifa, Nakhai, Umar ibn Abdulaziz, Mujahid, Hammad ve Davud Zahiri'ninki qarşı. Yani usul ilish maqsadida terib qalsa, qanday ziraat olsun o'shirkildi. Az olsun, ko'p olsun. Az olsun, ko'p olsun deganni hozir demay turaylik, chunki ma'nosini ayirib nima qilmasak qo'shilib ketamiz. Qanday usulda zakat qildi, o'shirkildi. Usul alayda shu maqsadda tergan har qanday usul olsa, Abu Hanifa'ning nazarida o'shirkildi. Sahiban mevasini usulni saqlag'ili bo'lgan bo'lsa, deb Seykoktat, Gülçiçek, Qoğuntavuz ve Arkazan çıkırıverdi. Yani İmam Malik ve Şafii hem uzuqtuluk olduğun açlık mezmunu var, hem uzun müddet saklalı olduğun bolsa andın öşürüküldü deydi. Mesela buğday, arpa, konak, gürüş degandek. Yani bunun karşıda mesela badam, yanak bundan aslında kelmaydi. Çünkü bu uzuqtuluk emas. Bu mevcut bunda bir narsa, ya doğru dermektek. Alma, amut, neşbut ve hakezada bunun kendi çünkü bunu saklı olmaydı. Qo'g'intavuz, petinga mesela, Seykoktalda. Aşın aslı mı? Kelmaydi. İmam Ahmed kurutup saklı olduğun ve kemçelendiğin narsalar. Lakin bu mu saklı olmaydigan bolsa, yoki kemçelenmeydigan narsa bo'lib qolsa, sanılan satılan qo'g'intavuz etmasdan, danlab satılan, yanaqdak, yoki jinglandigan, kemçel emas, jinglandigan narsa bo'lib qolsa kelmaydigan. Mandadir. Yana Hazrat Ibn Umar ve bazı salaflardan faqat 4 narsa bilan o'shirba deb qarashmi kelgan. Masalan, açlıkta buğday bilan arpa, meva chivilda xurmo bilan üzüm. Bazı hadisde şu tötni tilg'ag'in bo'lg'achqa, mushundan boshqa yo'q deb turadi. Bu bek aziz qarash. Bu qarashda selishtirib kelsak, İmam Abu Hanifa'nın şu usulunun türünü ayırmay her qandığıda o'shirikildi degan qarashi en kuchli. Şu noktada. İmam Abu Hanifa'nın mush qarashiga asosan, masalan, qo'g'intavuz, gulchicheklar, tarhamak, yoki zapa, badam, shika qo'michi, kivaz masalan, mevchildan uruk, nashbut, amut degandek narsalar, Seykoktaldan tarhamak, qo'g'intavuz, sebze masalan, ya chamg'u, turuplar, ajoyib miskildi. Mush qarash kuchli, beljiatdan kuchli. Nima Abu Hanifa'nın kuchli? Abu Hanifa'nın şu turga ayirish masalasida, başka kuch nuqta bor. Abu Hanifa'nın aciz bo'lsin ekan. Har qanday usul alayda kirgan bo'lsa, o'shirikildi degan qarashi zakatni yo'l qo'yishdan maqsadga yoki hikmatga udiltildi. Masalan, portuqal desak, bu buğdayga o'xshash. Hozir necha millionlik portuqal, necha millionlik qo'g'in sotilgan, necha millionlik chilan sotilgan. Masalan, ama şu qarashni kuchib qo'yg'achqa Maliki ulamolardan İmam İbn Arabi bunun Ahkam-ı Kur'an degan kitobi bor, Tirmiziyni sharhlagan. Tirmiziyning sharhida İmam Abu Hanifa'nın qarashini kuchlantirib bunda o'tgan. Ve aqwal madahibi fil mas'alati madhhabu Abi Hanifata dalilan ve ahwatuha lil masakin ve awlaha qiyaman şükran ni'ma. Allah Teala ata qilgan ash ne'matga shukr qilish jihatin en oldin o'rin turdigini va alayhi yadullu umumul ayati vel hadis. Demak, bu boshqa mazhabdagi ulamo, muhaqqiq ulamolar Abu Hanifa'ningki mush qarashini tarjih qilgan. Şeyh Qardawi mu zakatni shu qarashini tarjih qildi. Abu Hanifa'ning dalilati oyat va hadis. Bu usulni turga riskiga. Yani ikkinchi masala bu şu usulda nisab bormi yo'qmi degan masala. Bunda İmam Abu Hanifa nisab yo'q deyishgan, ama lekin sahiban va jumhur nisab bor dedi. Nisab bor deganga shu muttafaqun alayhi hadisni keldi. Laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa. Bu hadisni İmam Abu Hanifa boshqa tushunishga tirishgan bo'lsa, lekin bu bir nas darajalik bo'lg'achqa, ma masalada jumhurning kuchli. Ya'ni unda bir nisab bor degan. Davomga shu khamsati awsuqqa yetmagan usul bo'lib qolsa, masalan, yarım tonna 600 kilo, 650 kilo desak, undan az bo'lsa kelmaydi.
Nima uchun shu jumhurning kuchli? Birinchi hadis bor. Bu hadisni unda tushuntirib o'tish o'ng'ay emas. İkincisi bu zakat tüzümüdün biz tushungan mazmuniga xilof. Zakat qandaydan kilitdi? Baylik ölçünün en tuan darajasiga yetgandan kilitdi. Bishtaga Rasululloh asma onu ayrısa qanda to'g'ri emas. Hatta uni kimga bermoqchiman? Uni shu o'ziga o'xshashidan ko'rdim. U balki nimaga o'xshash bo'lsinki, va yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Danki mal ikkinchi masalada, misol masalasida jumhurning kuchli. Ve kavluhu yushtaratun nisabu lil ghina. Kavluhu ma bo'lish kerak. Sahibining aqliy daliliga raddiya beradi. Ha, hadisdan ekegan dalilga raddiya berib bo'ldi. Hamda sahiban bay ölçümü şart qildi zakatga degan. Qulna la'tibara bil malik. Biz bu zimin egisininki ahvoliga qaramaymiz deb raddiya beramiz. Zimin egisininki ahvoli boy kambag'al bo'lishi bu ushur masalasida hisobga olinmaydi deb raddiya beramiz. Balki zimin hisob qildi. Zimin bormi? Bo'ldi. Ushur bor ekan. Egisi kim bo'lishidan qat'iy nazar hatta yajibu fi ardil waqfi was-sabiy wal-majnun. Şu zimin ko'z tutilgan bo'lg'achqa, egisi ko'z tutilmaydigan bo'lg'achqa hammadan, ya'ni shu sahiban bilan imom ittifoq kelgan nuqtalar mushular edi. Vaqfining zimini bo'lsin, sabiyning zimini bo'lsin, saroning zimini bo'lsin, buningda o'shir vojib qildi. Ya sahiban shuni ma'qulda ekan, davom ekan, mana masalda bu egisining holi mandati dinidir. Bundan nisab masalasida egisi boy bo'lishi kerak degan shartni demaymiz. Ardul vaqf. Masalan, bir madrasaning vaqti bor ekan, ya bir masjidning vaqti bo'lsa, masalan, azarning vaqtiyalar bor-ku, shunda bo'lib qolsa, shu zimindan chiqqan usulga Hanafi mazhabda o'shir ayiradi ekan. Egisi bilan kar yo'q hozir. Yani egisi, vaqtini egisi kambag'allar. Buni bayrat shart qilish yo'q mana demoqchi. Sabiy desakmi, buni mukallaf bo'lish kerak degan gap yo'q. Majnunsining aql bo'lish kerak degan gap yo'q. Ya'ni malikningki sifatlari e'tiborga olinmagan o'sha ahvollarda. Ama zakat olib qolsa, zakatda malikning sifatlari ko'z tutildi. Ya şu an mazhabda sabiyniga kelmaydi. Sahiban buni ma'qul degan bo'lsa, sahiban qarta hozir bu ma'quldan dalil. Bu narsaning egisi qarasak, birisi majnun, birisi sabiy, birisi kambag'al. Yani bu zakat, odatki zakat kelmaydi deydi. Hanafi mazhabiniga kelmaydi sabiyniga. Sabiy majnunniga kelmaydi. Zakat kelmaydi. O'shiri kildi demakchi. Hanafi mazhabda odatki zakat sabiyniga kelmaydi, jumhurning qarshi kildi. Biz o'tganda bu tuqo unda o'rasida Hanafi mazhab zakat degan mukallaf odamga vojib bo'lgan narsa, lekin o'shir degan bu egisi bilan chiqimiz yo'q, zimin bilan qaraymiz deb bunda shuni kirib chiqqan masala. Hozir boshqa mazhabning nisbini qo'yib tursaqmi, Hanafi mazhabda sabiy bilan majnunga va vaqfiyaliga o'shir kilidi. Zakat kelmaydi. O'shir kilidi. Sahibanın o'shir kildi degan bo'lg'achqa, buni qanday o'shir keldi desa, malikning ahvoli bir qarab baq. Malik zakat vojib bo'lgan ahvolda zakatni qiyos qilmanda. Bu zakat o'xshamaydi. O'shir degan zakatdan farqli. Hatto Hanafi mazhabda bu o'shir aslida bu zakat bilan munosabatsiz bir narsa. Lekin qatorda tizib tilg'aladi. Asli bu zakatga chetish emas. Faqallab o'shir bilan zakatning masrifi, sarf qilingan o'rin o'xshib qolgan bo'lg'achqa, zakat babida o'shiri ahkamlarini bayon qildi. Bunga Hanafi mazhab zakat bilan o'shirni ayirdi. Sabiy majnun va ardul vaqtda o'shir bor deydi, zakat yo'q deydi. Yani sahiban zakat o'xshashmi shu desa, yo'q o'xshamaydi bu. Biz adamız ziminning ahvoliga ham qaraymiz. Zimin ko'z oldimizda bor, shuni nima chiqsa, egisi qanday odam bo'lsa qanday, uning qaramaylam o'shirni ilavermaymiz.
Yani malik qaraymiz degan gapdan, mana shu narsa malik qaramadi mana. Fakayfa yu'tabar vasfu. Ana bu shunda ishlarda malikning sifatiga faqat parvo qilmasa, qanday bo'ladi uning nisob va ega bo'lgan boy bo'lish kerak deydigan bir sifatga qarab ketamiz. Va kada la yu'tabaru al-hawlu. Mana bu o'shirda hawl shart qilmaydi. Odatki zakatda hawl shart qilinadi. Bumi anatmazam o'shir bilan bu odatki zakat boshqa narsa deb ayirishning bir isboti. Masalan, yilda 2 qatim usul olsa, 2 qatim birdi. 3 qatim usul olsa, 3 qatim birdi. Nisob shart deb qalsa, sahobaning qarashi bo'yicha shu 650 kilo atrofida usul olsa, andin 65 kilo bo'lgan. Az usul olib bermaydi. Jumhurning qarashi shu kuchli. Jumhur zakatdan usulning asosi bir deb qaraydi. Ya'ni bu mazhab ikkisi boshqa narsa deb turadi. وكذا لا يعتبر الحول لأنه لتحقق النماء. Çünkü bir yıl içinde 4 fasıl bo'lgan chaqda ondan mal bir aylandi deb malning avishini bir bekitish uchun bir yilda bekitgan. Va kulluhu nama. Bu zamindan chiqqan ziroat degan shu hammasi shu olgan narsa. Ya'ni uning onasi bolasi degan onasi shu zamin. Uni chiqavsining hammasi shu bolasi. Ve kulluhu yani kullul haric nema'un nemaj. Ya. Hozir degan narsa yana boshqa bir masalaga chetishlar. Bir narsada ikki tarafdan zakat to'g'ri gap bo'lamdi deydilar. Hammasi ziroatimizda undan bo'lib, keyin g'achchi bozorda sotgandan keyin uni hisobda pul chiydi, buni 2% hissa shaklda beramdi degan emas. Bu chiqishi mumkin. O'shir aziz ziraatning haqqi deylar. Buni bergandan keyin bu ziraat da'vatga qo'yib qo'ysang kelmaydi deb. Masalan, ziraatni ashliqni shunda qo'yib qo'ysang bu ma'lum nami emas dedi. 10 yil qo'yib qo'ysa kelmadi. Lekin shunda bozorda sotgandan keyin pulga aylandi. Ya'ni bu pul 1 yil tudimi? Pul hisobi zakat qilingan. Mal g'ayri namini mal namiga aylantiradi. Agar aylantirmay tursa zakat kelmaydi. Yani açlıkla bunda koyup koysa bu mal gayrinden. Çünkü açlık o bir tonla açlık açlıkta alıp 2 tonla alıp bulmaydı. Aynı batırılan gibi. Ya bir kıtım ağırdı buldu. 5 yıl saklası mı kelmedi. Lekin bir yıl esreplam sete pulgaylandırsa bu pul yanına çiğenden keyin 1 yıl ötse 2% zekat verişi lazım. Ya kuluğa pul şeklinde kirip 1 yıl ötse andın pulun zekatını açıklaması. Bu pul lazım. Pul deyimiz bunu. Qala illa al-qasab al-farisiyya wal-hatab wal-hashish. Qasab farisi yani İmam Abu Hanifa'nın karşısına çıkıp bardadır. Qanda usullan bolsa men şunu kirip usulni alay deb shu maqsad bilan kirgan bolsa bunun o'shirisi vacib. Faqatlam mushu narsalar o'zligidan unib qolgan bo'lsa, bunda o'shib kelmaydi. İlla qasabal farsi. Farsi qumush bambukli bo'lishi mumkin. Ammo shiga qumush bo'lib qolsa, buni maqsad kiradigan va hisoblanadi. Val hatab o'tan qilib ishlatilgan ba'zi narsalar, uchun kerak masalan bunday narsalar. Val hashish va hashishga o't cho'plar. Li'annaha tunqa min al-ard. Çünkü bu narsalar odatda etizlikda bo'lib qolsa, buni tazritimiz. O't o'tibdi. Nima uchun desa, bu ziraatning obdan o'sishiga to'sal bo'lgan suvni quvvatni tortib olgan narsa. Masalan, shumbuyga o'xshash. Qo'g'irliqda shumbuy bo'lib qolsa, buni davomli tozalab turmasa bo'lmaydi. Farzand qildi. Masalan, shumbuyning o'zi agar shumbuyni men tug'ilgan bo'lsa, bek chiroyli rangarang bir narsalanadi shumbuy deganmi? Buni bir doriga ishlatiladigan yoki shuni jiqtilgan bo'lib qolsa, maxsus shumbuydan tirisa, albatta zakat qildi unga. Ma'nosi shunday mana. Hatta law ittakhadha ardahu maqsabatan aw mashjaratan lil hatabi fa fil ushr. Ma yuqorda bu narsalar bunda maqsadsiz, buni terib foydalay, usul olay deb maqsad qilmasdan ya unib qolsa, buni tazritimiz, o'tirtimiz. Lekin unda mush narsani o'zini terib usul olay deb qolsa, butun etizlik narasida terib o'tib qolsa, u ag'a usulga o'shirkildi. Xilda albatta, bu usulni qo'ygan.
Nesi yapıyor? Doğru dermek gibi işletiyorsunuz mu? Ya o asıl tayyip neyse, ona natayipte işlet olduk biz. Orada mesela üzümle oradan isek bulduk, kişmiş desek bulduk, Arap dese olduk onun da. Ya onu şu adır, cep taraf aşında zehirli çekilini yasadığını bulup gitti. Bu mesela aslında özlayıqı da taraf dese, o özlayıqı doğru dermek istiyor. Az işletisi bulduğun nasıl? O yani cariye bir işletmesi caiz. Şu cariye varsa caiz. Ya, şu cariye avuçe. Ama Abu Hanife ikisi öşürü tüleydi deydi. Bu mesele çıkılıktı. Ama cumhur şu icariyelik kim tergam olsa şu öşürsünü deydi. Vel qinnabi. Qinnab degan ağamçı nasıl esas işletilgan bir üsümlükki. Aşın talallarını işep ağamçı yasalgan bir üsümlükki. Bu mu şu otçuklarga o'xshash demek. Bunun başka mesela bazı doğru dermek yomanda üsat varsa, mesela siyadan, kuncur, eliyle, aşında bir yerde üsat varsa mesela kızıl buğday isteyendek nasıl var ki? Ona adatta sarsıklık aldıgan nasıl ya belki üsat kalıdır. Öyle işletilmesi mümkün. Aslında nasıl onu da ısırkenmez. Lakin yüzme oyan hemen aslında tereddüt kalsa dikkat kıldı. قال وما سقي بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر. Dolap, daliye diyendek nasıl? Çakpılaktek nasıl? Çakpılak. Ya kaçında ayvalda su toşup, çoğun çilekilde, çoğun tonlarda su toşup, ya çakpılakilde su tartıp, su çıkırıp igizge. Burvaylı dedemiz vardır. Aşında suğurulgan bolsa fefihi nisful ushr. Bunda 5% öşür birdi. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ma saqatis sema'u fefihi'l ushr. Yağmur ve yağmur sularında ekip gelgen sulu olsun. Onda 10% öşür kilidi. Ve ma suqiya bi garbin yoğan çilekilde ev daliyetin çakpılakta suğurulgan bolsa fefihi nisful ushr. 5% öşürkül doğal geldiği esası. وَلِأَنَّ الْمَؤُونَةَ تَكْفُرُ. Çünkü özü su toşuyor ve su setirler ya su çıkırıp su algan olsa bunun çıkımcı kılıp gidiyor. وَلَهُ أَثَرٌ فِي التَّخْفِيفِ. Çıkımcı olgan iken bununki tölediğin öşürünü yengilletişte rolü buldu, tesir buldu. كَسَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَ. Şuna elek bilen bakılgan hayvandan çıkımcı olacak'a onunla zekat kelmedi, saimede keldi. وَلَهُ أَثَرٌ فِي التَّخْفِيفِ. Yani kesretul mauna demekçi. Yani es-saqi bi garbin lahu atharun fi at-takhfif. Tuturka bir neçe nasi yaparsak bulduk yani. وَلَهُ kesretul mauna desek buldu. Ve saqi bi garbin desek buldu. Mesela hazırda kuduk provayında buğday için normal olan dörtlerim o piştekimde anlatıp piştekimiz varsa 15 köylü gelse bir oraya 45 köye 60 köyden Allah'ım. Şunun bu işinden böyle 5% bu. Suğa zaten filtreleyendikken 5%. Bu kişilen bolsun, ya filtrat bolsun, çıkın bilan boğan bolsa İmam Nevevi mesela Ravdat Talibin degan kitobda bayon qilgandek şu 5% şu 10%. Az olsun şu. Terimlarning şunu çıkmam onunda cıklap kesse hakikaten terimaydı. Çünkü onun başka çıkımları var. Hazır mesela belki çıkımla cıklap kesse oğut çıkımı, amba çıkımı, yani bir çıkımı bulap ahırda 10 tağa hosul asa bununla 10 tağa layık pul çıkım degan alat bulap. Aran izlişdiğim bulap ketdi. قال وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر سنة. En bazı çağlarda kıyasıyla, yakın suyla, bazı çağlarda su toşuyor, belki çakpılak su çıkarıp, çıkın bilen su algan olsa, biz ötken ki bakıldığımız dedik o, 20 yıldan aşsa dedik. 20 yıldan, yani 20'den çıkrakı aşında çıkın bilen sorulgan olsa,
bu 5% şudur. Yo atabar hektar sana degan shu jiqraqini chiqim bilan qilgan bo'lsa, shuni qaraymiz. Feyn istavaya, tangmi tanglab qarshi 4 qatim sug'urishda 2 qatimni chiqim bilan sug'adi, 2 qatimni bekalib sug'adi. Bunda bo'lib qarshi yajibu nisful ushri, yanla 5% shudur. Nadran lil maliki kas-saima. Saymadımı 6 ay deb qalsa, 20 yil desak, o'chaqda kelmaydi. 20 yil ashqandan keyin undan kirdi degan. Ma'nodami dehqonga egri yuklab qolmasa onda 5% kirdi deydiganmiz. 6 ay. Ya saymani masalan, qo'limiz charva. 6 ay bekaliq yaylaqda o'tiltimiz, 6 ay halab birimiz. Yani ma'luf olamda, saymalamda ma'luf oldu. 6 aydan assa bekaliq o'tildigan vaqtda sayma oldu. Ma'lum 20dan jiq bekaliq usulan sug'urilsa, andan 10% deymiz, bo'lmasa 15%. Shu tabiiy shunda ham. Chiqimchi qilib ketgandan keyin buni kirim az bo'ldi. Undan keyin bu az kirimga az % kirish kerak. Yo'q, u shirk. Ya o'shirkildan o'shirninki ana mazhabda ana o'shirninki ag'an o'shunning qiymatini hisoblab pul basin bo'ldi. Lekin o'shir hisobida 10% yoki chiqimdan sug'on bo'lsa 5%. Qala wala shay'a fi at-tidni wa sa'f. Samanda va sa'f degan qo'mininki shax va g'azalari. Qo'minin shaxi deydi. Bularda o'shir yo'q. Li'annahuma la yuqsadan. Yani odatda saman usul elib, men shundan pul topay deb saman uchun buğday termaymizga, asl buğday termaymiz. Lekin saman shundan xamandan chiqadi. Tagishib chiqadi. Kivazning shu shadisimi shunda. Va kada bizrul battih wal qitha. Qitha degan shu tarxamak sekasi, aşından aslında qitha deymiz. Yani bununla bazılarında qo'g'in tavuzini kirib ketadi. Shunga yaqin narsa. Qo'g'in tavuz, sekasi bundan aslında bunun urug'lari chiqadi. Bu urug'i masalan gazir purchaq sotib Alloh taolani qilib buni ayrim qo'rib setishi mumkin. Lekin bu qo'g'in tavuzlar mana shundan tavuz urug'i o'sirib satayda qilmaydi. Lekin tavuzlarni qildi, shunga agishib bu urug'lar chiqadi. Atabarasdan şu yaptığın urug'a maqsad qildi. Lianna maqsuda at-tamaru dun al-bizr. Bunun başqasan daraxtning o'sa yelimlari va har turli nasl bor. Lekin u maqsad qilmaydi. Qala wa la tuhsabu ma'unatuhu wal kharju alayh. Hozir biz sug'urish qarab 10%dan 5% to'latish nima? Bunda gap yo'q. Chunki hadisda shunda aytdi. Amma masalan dehqon kombayn puli yoki adam yallab ishlatgan bo'lsa, chiqimi, o'g'it chiqimi, ambalash chiqimi, yo'tkash chiqimi deb nurg'un xaman chiqimi deb har xil chiqimlar bor. Bu chiqimlarni biz usul olgan chog'da shu usulning qimmatidan chiqarib turib, tapqa sap tag'an sap usulga o'shirib beramdik yoki uni chiqarmay turib, shu hammadan o'shirin ayrimda degan masala. Hozir maktabda qarashda bu chiqimni hisoblamaysiz, ya'ni ko'tarmaysiz demakchi. Mesela 10 tonna usul oldik deydi. 10 tonna usul oldik, lekin buningga 5 tonna qimmatida chiqim ketgan. Unda bo'lsa biz 10 tonnaga beramiz. 5 tonna chiqim hisob qildimda 5 tonna mayonga ayirib qo'yib turib, 5 tonnadan yarim tonnanda bir darash yo'q deydi. Maktabda bayon qilgan qarash shu. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam awjaba fihi al-ushra. Çünkü bu naslda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10% da belgilagan. Fayatanawlu ushral jami'. 10% degani butun hosilning 10%ni degan gap. Chiqim chiqarayotgandan keyin sap tag'inning emas. Mu'na degan butun chiqimlarni o'z ichiga oldi. Wal kharj degan adam yallab ya mashina kiralab qilgan bo'lsa, shuning shakti degan gap. O kharj. Am tas'aluhum kharjan xarjgan ujra degan ma'noda. Va li annahu sallallohu alayhi vasallam khaffafa al-wajiba marra. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10% ni sug'urilish usuli qarab 5% tushgan, yengillatgan. Bi'tibar al-ma'unati min al-ushri ila nisfihi, fala yukhaffafu thaniyan. Nolgan
chiqimlarni chiqarib orqali ikkinchi qatim yengilletilmaydi. Bir qatim yengilletilib bo'ldi. Yuqorida shu Hanafiy mazhabga qarshi ekan. Bu najinski masala. Butun dehqonlar duch keladigan, bir kimni so'rasa, buni aniq bir javobni ololmaydigan bunda bir masala. Yani bu masalada boshqa qarashlar bor. Bu masalada qaz va chiqimlarni hammani chiqarib o'tib, undan keyin sap bosilga andin biramdo degan masalada bu chiqimlarning ichida urug' sotib olgan, o'g'il sotib olgan, shunda qaz olgan puli bo'lishi mumkin, shuni to'lash uchun. Yolg'an ishchilarning shaqiga emas, kevaz xaridorlar nurg'on pul urdi-ku. Bu biz yuqorgi bobda ad-dayn yamna zakat degan bir masala bor. Qaz bo'lib qolsa zakatni to'sab qo'yamdi degan masala. Shunga chetishlar. Mesela dehqonniki shu usul olgan qadar nurg'un chiqim qilib xalqning qazilib, hukumatning qazilib qazi bo'ldi-ku. Ay qazi bor kishi usul olgandan keyin adat normalda masalan pulning zakati olib qolsa, qazini chiqarib tutib-ku. Qazi chiqarib, undan keyin qolib qolgan sap mulkiga 2% birikdi. Yani mush ahvoldimi, o'shirning ahvoldimi shunday qilamdi. Muşanda racih qarash bu savunma o'tirdimi ixtilof bo'lgan masala. Lekin racih qarash yamna qaz bo'lib qolsa, qazni chiqarib o'tamiz deydi. Ba'zi ulamolar sabildirmi shunda, ay ziminni tirishqa olgan qaz yoki o'zining boshqa ishlarga olgan qazni ayirganlar. Lekin umuman biz bir qarashni tanlab shu bo'yicha amal qildi desak, qazdan bo'ldi ekan bu o'shirini to'sab qo'ydi. Undan keyin qazni chiqaribsiz. Qazni chiqarayotgandan keyin, bosh chiqimni chiqarayotgandan keyin sap qo'lingizga qolgan hosilgan o'shirini, ya'ni nisf o'shini birisiz demoqchi. Nima chiqim masalasi keladi, qazning boshqa chiqim masalasi. Kitobda kelgan masalan, chiqimlarni ko'taratamdi degan masalada birinchi qarash hozir kitobda bayon qildi-ku. Bir qatim 10% dan 5% ga bir yengilletish bo'lgandan keyin ikkinchi qatim bu chiqimlarni chiqarib o'tish orqali yengilletilmaydi. Ya'ni bu chiqimlarni chiqarib o'tmaymiz. Olgan hosilning hammaga 5% ya 10% sug'urish ahvoli qarab qayerda o'shirib beramiz degan qarash Hanafiy mazhabining qarashi. Yana bir qarash va bu chiqimni hamma chiqarayotgandan keyin 10% birdi. 5% emas. Chiqimni hamma chiqarayotgandan keyin 10% bir. Bu bir qarash. Mesela chiqim bilan sug'agan bo'lsa, chiqim chiqarayotgandan keyin chiqimsiz sug'agan bo'ldi, 10% demak ekan. Yana bir qarash chiqimni shu usulning 3dan 1dan hal qilgan holatda chiqimni chiqarayotmiz. 3dan 1dan ish qilgan bo'lsa, uni chiqarmaymiz. Xudo to'liq katir degandek, ana ba'zi hadislarda zakatchi xodimga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'ar ruba va thuluth degan. Zakat chiqqan chaqda bir bag'ning ostidan 4 moy yağın bolsa 1 moyninkini hisoblab, shuningki hisoblab bunda degandek hadis bor. Shunun qarab, shu 3dan 1 ya 4dan 1ni xuddi bu chiqimlarga hisoblab qo'yilgandek bir nima bormi shunda deb 3dan 1 4dan 1ni oshmasa chiqimni chiqarib o'tamiz deb qaragan. Bu Maliki ulamoning qarashi. Qani shu hozirgi zamonda bir hay'at al-hay'a ash-shar'iyya al-alamiyya liz-zakat. Yani hozirgi zamonda shu zakat masalalarini tadqiq qilib, shuni boshqa turib, shuni qarorni ilib, qurultayni ichib, ulamoni yig'ib qilgan bir shay'at, shu 3dan 1dan oshmagan miqdorda chiqimni chiqarib degan qarashni tanlagan. Shu muvofiq endi. Bundan keyin biz boshda qazni chiqarib shunami? Ondan chiqimni chiqarib deymiz. Chiqimni 3dan 1 doirada chiqarib o'tamiz. Ondan qatqog'ini shu sap qo'shilganda bunda 10dan 1 sug'urish ahvoli qarab 3dan 1 doirasidagi chiqimni hisoblab qolganini hisoblaymiz. Chunki qaz bu nimniki taxminatda. Masalan, 9 tonna hosil oldi deylik. 9 tonning 3dan 1i 3 tonna oldimi? Agar bu 5 tonnalar chiqim qilgan bo'lsa, 3 tonna chiqim chiqarib, 2 tonnani chiqarmaymiz. Bu anda shu nechqil qarashdan bir qarashi muvofiqda tanlagan, iqtisodiy tadqiqotlarni olib berib yurib tanlagan qarash. Biz shu qarash bo'yicha qisaqmi bo'ldim vujudda fatvolar. 3dan 1dan oz bo'lsa-mu shuni chiqarib o'tamiz. Lekin 3dan 1da ish ketib qolsa, 3dan 1ni chiqarib o'tib,
qancha chiqamaymiz. Qanun 5% Yo'q, so'rish ahvoli qarab. Hali bu so'rishning ahvoli bir gap, boshqa chiqimning ahvoli bir gap. Noyil bekor suvni suvga olgan bo'lsa, bu nasl, hadisda nas belgilayapti. 10% degan. Biz aşağıma çıkımını çıkarıp qarz çıkartgandan keyin qap qolganda 10% beramiz. Agar pulliq yoki chiqim bilan so'rilgan yo bo'lsa hamma chiqartgandan keyin 5% beramiz. Bu menda jinishgan. Buni shunda o'tirib ayrimsak, hammasi qo'ychilik bo'ladi. Chiqimni chiqartimiz ekan. Chiqimni chiqartishda hay'at bunda aniq qarab o'tdi. Endi ma yangi masala وقال أبو يوسف رحمه الله فيما لا يوثق كالزعفران والقطن وسط يعني biz kemçen dedik. Kemçen. Bazı aşlar mesela buğday, tohum degandek narsalar vasf bilan kemçenlik sirtlikda uzoqlar. Yani bazı narsalar vasf bilan kemçenlik satılmaydı. Mesela zapa desek onu vasfını toldurib bu qarashında olsun çıkmaydı. Ha, jig'incha ixcham narsa. Paxtimo masalan, nech tayni desak bir vasaqning egirlik bo'lishi mumkin yoki u vasaqqa malang narsa. Yani shunda vasf bilan kamchilinmaydigan bir tovar bo'lib qolsa, qanday qilamiz degan masala. Yajibul ushru idza balagat qiymatuhu qimata 5 awsuqin min adna ma yadkhulu tahta al-wasf kadh-dhurrati wad-dukhni. Dukhn degan arpaning bir turi. Abu Yusuf bunda bir çare oturup yaptı. Bunda ixcham yani milang naslda biz şu açlıkninki en bazı turan açlık bazı boyunca 5 vasitning bazısını şuna bekitsek aşı naslning zapa paxta naslinki aşı ölçemga yetkinni nisab deb hisoblaymiz. Li'annahu la nasfa fihima yani zapa bilan qutunda nasl demakchiman. أشكناس لا نص فيهما ولا سبيل إلى نصب النصاب بالرأي. لكن bu işkinaası zapa bilan paxtadek narsa biz nisabni o'zimizning kallasi bo'yicha bektalamda o'q bektamaymiz. Fa tu'tabaru qimatul mansus alayh. Mansus alayhi ashunda ashq narsalar. Az-zurr va ash-sha'ir degandek. Shuning qimmatini hisoblaymiz. Kama fi urud tijara. Tijorat tovarlarda shuning qimmatini hisoblaydi. واعتبرنا بالأدنى نمشان أزم نسوليمز بدوسا نظرا للفقراء من قدر أن تقلق الناس تيسون قلوا ده شنو نقول هذا خرجلادا مثلا شيخ داودك علماء أتران نسوليمز مش خرجنا طلع أتران نسوليمز وقال محمد رحمه الله إذا بلغ الخارج 5 أمثال أعلى ما يقدر به نوعه وجب العشر. A'la ma yuqaddar bihi nawawi degan ashu tovarni odatda nim bilan o'lchaydi. Mesela zapan nim bilan o'lchaydi. Mesela savla o'lchishi mumkin yoki kiloda o'lchishi mumkin. Masalan, paxtincho tayla o'lchishi mumkin. Bir tay, ikki tayda. Masalan, ya tag'a deb o'lchishi mumkin. Ay o'lchingan narsaning eng yuqori o'lchimi bo'yicha, eng yuqori o'lchimi masalan bir tay desak, paxtini. Ashu bo'yicha hisoblaymiz. Ölçem tay olsa vaqtida 5 tayda nisab to'ldi deymiz. Agar zapadan savlan sotilgan bo'lsa 5 sada ölçem to'shdi deymiz. Fafil qutni 5 ahmal. Masalan, ölçem bo'yicha mushular uzoqligi ölçem bo'yicha İmam Muhammad deb berdi. İmam Muhammad zamanında bu paxtini himl bilan ölçeydi ekan. Himl degan himli ba'ir desek şu bir ulag'ning yuki. Ulaqqa at qiladigan yuk. Yoki inson bo'lsa bir inson ustiga yudib ko'taradigan bir miqdor. Bir yudin nimdo. Kullu himlin 300 man. Her bir yudim 300 man deydi. Man degan bu egrilik o'lchami. 2 ratlikda 8 gram, 8-12 gram atrofida. 300'e 8 gramdan ko'paysa qanday bo'ladi? 240 kilo olanda qismlar bilan. Belki to'yga ko'targan yuk bo'lishi mumkin. Va yurva 320 mannan 320 man dabmo rivoyat qilinibdi. Va fi za'fron va sukar zapa bilan shikada 5 amna 5 man. Mandan 8-12 gram.
Rıttıl. Degan 405 gramdek narsa. Mud desek mi bo'lishi? Mud degan mannilar o'xshash. 4 man, ya 4 mud bir sa'udg'a kama atubira fil mansusi a'la ma yuqaddaru bihi wa huwa al-wasq. Hamda hadislarda kelgan belgilashlarda eng yuqori kamchan hisoblangan u bo'lsa wasq. Wasq eng cho'ng kamchan. Fakana ma'nan jami'an fasahha al-qiyas. Undan keyin mushu eng cho'ng bir o'lcham bo'lg'achqa, mush o'lcham hamma o'shir vojib bo'lgan narsani to'play oladigan, hisob bo'lgan bir o'lcham bo'lg'achqa, biz mushuni qiyos qilsak to'g'ri bo'ladi demoqchi. Hali mushu nisobni shu paxta, zapadak narsalarda vasf bilan kimchalanmaydigan narsa bo'lib qolsa, biz qanday bekitamiz? Uni 5 vasf deyil desak, 5 vasfga qachilab biz kimchalanmaymiz. Shunga anda zapadak narsalarda eng to'g'ri o'lchamda muqimiz bor. Muhammadning qarshi o'xshamadi. Masalan, paxtada saqlangan deydi, lekin qut emas u. Yani buningda qarashni necha xil kerak? 4-5 xil qarash bo'lib ketdi. Lekin endi bizda shu Abu Hanifaning qarashi bo'yicha ma'lum. Yani mushu masalada Abu Yusuf bilan Muhammad ashunda bir belgilab baxtdi, shunami? Abu Yusufning qarashi shu kuchli. Abu Yusufning qarashi kuchli. Lekin ba'zi ulamolar bundiga oltin kumushning nisobiga, oltin kumushning nisobini mushahidasini hisob qilmaydi. 5 vasaqning nisimi oltin kumushning nisobi shu udul kilitni uzoqligi. 1 vasaq 40 tang gitdi, 5 vasaq 200 tang gitdi. Oltin kumushning nisobi kumushning 200 tanga, oltinniki 20 misqol, chunki 10 tanga bir misqol udul kilitdi. Undan keyin hozir shu usul qaraymiz. Agar kilolab 650 kilo atrofida hosil chiqqan bo'lsa, buni hisoblayapti deymiz. Agar kiloligi bo'lmaydigan, ashunda paxtaga o'xshash milan yoki zapaga o'xshash baklam ixcham yengil nasl bo'lib qolsa, uning qimmati bo'yicha oltin kumushning bahosidagi 85 gram oltinning nisobini hisob qilib turib, uning yetsa ondan o'shira ayiramiz. 85 gram oltinning bahosini 25 ming ko'y desak, masalan, 25 ming ko'yga yarıg'idak hosil bo'lib qolsa, nisob bo'ldi deymiz. Yani hosilning hammasining turi o'xshamaydi. Masalan, qimmat chaylar, masalan, kilosi falan pul, bu chiqdi, chilan falan pul chiqdi. Bunda ulamolar Abu Yusuf Muhammad nima ixtilof etgan, undan keyingi ixtiloflashi ba'zi qadar ixtilof bor. Endi hozir shu ulamolardan shu pul o'lchamidan bir taraf qilamiz deganlarmi qilib bor. Mushuma bir xil qulayimda. Qala va vaqtul vujubi. Vaqtul vujub degan zakat qachon bo'yniga otildi buni endi. Shu o'shra bo'yniga otilgan vaqt qachon? عند أبي حنيفة رحمه الله عند ظهور الثمرة. أبو حنيفة بالله زفر با. Çikkeylem ظهور الثمر diyen şu mevcut çekilip yayıtısı ilgili olduğun. Doğru mesela al oldu. Üzüm çekildi. Her mevcut mesela üzüm yayıtısa baş bununla ilgili olduğun etirme satılı olduğun vakti. Bu meselede İmam Abu Hanife'den zufar mevcut üzüp daha resmi ilişkileri kaçılap kılmışsak mı? Üzüp bilsek ilgili olduğun vaqt bo'lsa, dastlab baş bunu pishsa ya chekilsa, shu chog'da shuna qarablar zakat olganlarga vojib bo'ldi deymiz deydi. Bu birinchi qarash. Va inda Abu Yusuf'a inda al-idrak. Abu Yusuf ravris pishgan chog'da, meyvalar pishgan chog'da. Yani shu chog'da masalan umrimiz uraydigan vaqtda, uraydigan vaqt bo'lsa, shu chog'da ondan garinga vojib bo'ldi dedi. وعند محمد إذا حصل في الحظيرة. حظيرة ديان قطان دبتو لكن بو الجرين ديل. جرين مثل أنبا يا كجامدك ميوشلنا أشرب في قرطب يا كسقلا دغن أيلا. فوقن مغلم بجاي أشرب سقلا دوا. سورن جامد سقلا دوا. أشندا أيلا أشيجان شغدا شو شغدا عندن زكاة واجب بولدو دبتو. Yani Muhammed Azir en ahir sözde. Bunun farkı var. Yani bu hazır zekat vacip bol mandaça undaça deyişte bunun farkı çıkıyor. Şuna temeratul hilaf fima idestehlakehu ba'dal vücub. Şu bir vaktini bekittik biz. Şu caz işleri boynuğa vacip olgan diye vaktini bekitsek
keyin buni yeb iste'mol qilib boshqa so'g'at qilib o'tib qolsa, uning o'shirisi gardinda bor deymiz. Eğer o'g'rilab yoki ayollar yeyitib ziyon bo'lsa mayli, katta. Lekin o'zi ishlatib qolsa, bu chog'da gardiniga zakat vojib bo'lib qoldi. Zakat to'laysa deymiz. Nima shunday dedi-ku, ilgirki narsalar. Yadmanul ushr. O'zi iste'mol qilayotgan bo'lsa, o'shirni to'laydi. Va qablahula undan ilgari iste'mol qilgan bo'lsa to'lamaydi. Masalan, Abu Hanifa chekilgan chog'da dedi. Chekilishdan burun g'urab holatdan uzib-uziblam qanday qilib yashini qaynatib anda ishlatayotgan bo'lsa, o zakat kelmaydi. Zakatdan qutuldi degan. Abu Yusuf pishgan chaqqa qadar yeb ishlatgan bo'lsa, uni zakat hisoblamaymiz. Muhammad gamga ichirishdan burun ishlatgan bo'lsa, zakat hisoblamaymiz. Gam o'yga to'shdan burun challadagi vaqtda uzib yeyotgan bo'lsa, zakat kelmaydi. Ya'ni yegan miqdori o'shirini hisoblab gardinga ortmaymiz. Lekin qap qolganda o'shir bor. Masalan, 10 tonna hosil chiqargan deydi. 10 tonnaning 1 tonnani o meni uzib gamga ichirish ilgari so'qotibdi. O'shining 9 tonna bo'ldi. 10 tonna emas. Abu Hanifaning usta chekilgan tartibda challada uzmagan uzum bo'lsa, yeb iste'mol qilyapsan, gamga ichirishdan burun bo'lsa-mu, 10 tonna o'g'il 10 tonna zakat qiladi. Bu usulni odatda o'shirchi qanday qiladi? To'ng'ali tikilib, etizlar yosh baqqa yoki challiga qarab, bunda qarab manchimoyadagi baqqa. Manchimoyadagi bug'day ekan deb, buni mancha go'sul chiqdi deb taxminan faraz qilib izlatilgan narsa. Masalan, zakat hozir shu hamda taqa maysa o'sib chiqqan chog'da kelib 10 moyaga bug'day tiriblar deb, bundan 10 tonna bug'day chiqdi deb dipdagi zitimda keyin o'lmagan chog'da keladi zakat. Siz 10 tonna bug'day chiqdiganda bezibganmiz, 10 tonna 1 tonna kaslar degan. Ya o chog'da yo'q, mana 2 tonnalam chiqdi desa bo'lmaydi. Chunki bu nima ishlarda shu tajribaga asosan qancha chiqdigini asosan ma'lum. Bir afat, bir narsa bo'lib ketmasa, normalda buncha chiqdi. Ma bag'dan masalan 2 tonna uzum chiqdi deb nima qila oladi. Endi afat uchrab qolsa, shu qo'lon qo'shna dadijanlar afat uchraganligini, afat uchragan bizim shu yezdan hammasiga bunda suv kelgan, asharat afat kelgan deb isbotlasa, o'sha ko'tarib qo'ygan. Bo'lmasa o zakatni o'shini o'g'iladi. Xaybarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslamani aytibdi-ku, harzil tamr. Shu chal beriblam manchimo xomzarlikka buni manchidak xomish qilib deb bezib qo'ydim ketdi. Keyin undan xomish qanchalik beriblam. U chaqda hisobot tamaylam buni yozg'inni oldan. Buni o'zi ishlatayotgan taqdirda to'laydi degina. Abu Hanifa masalan anda zuhur samara zakat chiqib datdagi yozilgan bo'lishi mumkin. Shu chaqda kelib samanchilik vojib bo'lgan deb yozdi demoqchi bo'lishi mumkin. Lekin buning nimasi asosan natijasi namuna o'sirchi kelgan bo'yicha qancha yozgan bo'lsa shu yozg'ini oladi. Lekin masalan bu fima bayna va baynalloh bu bir qismini anda yetib keyin mujizlar bo'lsa chiqdi deb o'tgan bo'lsa zakatchi shuni o'lib ketgan bo'lsa, lekin bu gardinda zakat bor to'laydi degan mazmun. Ya'ni ashuni ado qilmasan sening zimman barobar bo'lmaydi degandir. Va indahuma fi hada. Ikkilanning qarshilimi bu tarashlarning foydasi nimada ko'rildi? Birinchisi o'zi ishlatilayotgan narsalar qolsa, ashunga zakatni berdi. İmam Abu Hanifa'nın nazarında shunda. Ikkinchi masala fi takmil nisab. Nisabni to'liqlashda foydasi bor bundan. Qanday? Vashvas chiqdi ekan. Lekin bir vasaqni gamga o'tkazishdan burun iste'mol qilib o'tgan. Biroz pishqandan keyin gamga o'tkazishdan burun bir vasaqni yeyotgan bo'lsa, bu chaq 4 vasaq qoldimi o'sha 4 vasaq kelmaydi deydik. Lekin bular ekan ya shu chaqda nima qilgan bo'lsa, undan keyin biz yetib qolgan bo'lsak, shu nisabni ashundan to'liq o'timiz. Bir vasqni yeyotgan bo'lsa-mu, pishqandan keyin, lekin gamga opirish orliqida yeyotgan bo'lsa, bu suniganda pishqan chaqda vojib bo'ldi deganman. Undan keyin pishqan chaqda vojib bo'lgan chaqda bu 5 vasq. Hem hozir 4 vasq qolgan bo'lsa, ya bir vasqni qitib hisoblab 5 vasq o'lchami to'shqan, hamda sen
o'shri ayirsa deydi. Bo'lmasa to'tasa u o'shri vojib bo'lgan nisob to'lmadi deb turilishi mumkin. Yani müştallashda aslında bir ikki masalada natija ko'rildi demoqchi. Shunda deplab va indahuma fi hada ma ishkilan nazrdamo shunda. Mushi masalada yana nima chiqdi? Asr ko'rildi. Ikkilanninkida yana qo'shimcha bir asr takmilin nisob. Chunki Abu Hanifa nisob degan narsa yo'q degan. Ikkilan nisob masalasi bor degan ekan, ikkinchi bir masaladami buning natijasi ko'rildi demoqchi. Şuna sahibanın nusida tekmilin nisab paydası var. Qala ve fil asali al-ushru qalla ve kathura idha ukhida min ard al-ushr. Yani asalda ushr bağımı yok mu degan mesele. Yani bir mazhabning qarashida ushr zemini bo'lib qolsa, asal az olsun, jiq olsun ushr qildi dedi. Bu İmam Ahmadning qarashi. Çünkü İmam Ahmadninkida ushr zemini olsun, xaraj zemini olsun o'xshash. Şafii'dimi bir qarashda o'sha asalda ushr bor deb qaraydi. Ama Hanifi mazhabda ardu ushr deb shart qilishda ardu xaraj deb qolsa, bejini bergan ekan, ya xaraj berdi ya ushr berdi degan. Agar tog'da ya cho'lbayolda shunday yol bo'lib qolsa, ushr ziminiga o'xshashlan, ushr berdi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. Asaldan o'shri amonlar deb maktub yozibgan Yaman ahliga. Ana bu asalda o'shri qildi degan hadislar bor. Bir-birlab tekshirsak, ajiz bunda chiqishi mumkin. Lekin bu bir ko'p yo'llar bilan kelgachga buni hammani bir to'plasa, rad qilib o'tkazib olmaydigan darajada bir dalil bo'lib chiqqachqa, Hanifi mazhab shuni tutdi. İmam Malik, Şafii ve İbn Abi Layla bular asalda o'shri yo'q dedi. Nima uchun desa, o bir hadis yok. Yani bu bir hayvandan çıkan narsa, haşeratdan çıkan narsa. Xuddi masalan kaladan çıksa, bunun kemigandek, bunun kemmeydi de kuraydı. Lekin bu masalada Hanifi mazhabining qarashi shu kuchli. Nima uchun? Birincisi, o'sha asalda ushr qildi degan necha yo'ldan kelgan, har biri o'zalda ojiz bo'lsin, lekin yo'llar bir ko'p bo'lg'achqa buning to'plami dalilga yaraydi deb qaraydi. İkincisi, zimindan olgan usulga zakat qiladigan dalillarning umumi shu hisob. Va mimma akhrajna lakum min al-ard. Ayolmuş asal ziminda o'sgan gulgiyardan keldi. Bundan keyin zakat qildi demoqchi. Mush qarash kuchli. Ham ziraat usullarga qiyos qilsam, mush qarash kuchli chiqdi. وعن أبي يوسف العشر في العسل مجمع عليه ليس فيه اختلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلاف يقدر لكن كان رواية لا عاجزة. وقال أبو يوسف رحمه الله إذا بلغ 10 أرطال ففيه رطل. Abu Yusuf'un ziminden çıkan asıl nisab badığı, Abu Hanife nisab yok diyen. Şuma asaldımı az olsun köp olsun öşür badıdı Abu Hanife. Sahiben nisab iktidan boğazka, mağdur nisab iktidan tirişti. 10 rıtılgı yitip kalsa bir rıtıl. 10 cam alıp kalsa bir cam. Ve fi rivayeti kitab-ı zeka, Cami Sagir'deki kitab-ı zekatta Abu Yusuf'ke mensupluğun karaş, 5 avsuq. Bu mu? Ziminden çıkan usul boğaçqa 5 vasıqni o'lcham qilamiz demoqchi. Va fassarahu al-Quduri rahimahulloh bi qiymati 5 awsuq. 5 awsuq degan Abu Yusufdan kelgan shu qarashni İmam Quduri 5 vasaq qimmati deymiz demoqchi. Li'annahu la yukal. Hasanni vasıqlig'i bo'lmagan ekan, onda bir vasıqı mesela 125 kilo, 195 kilo degandek hesap, şunun qimmatini hisoblab, aslında shuni hisob qilamiz demoqchi ekan. Fa'tabara al-qimata ala asli. Abu Yusuf bu boshqa yuqorqanimizga adna 5 vasaqında qimmatini qilgan-go, shuning buningmi qimmatini hisobladi. Va anhu aydan, yana Abu Yusufdan kelgan yana bir rivoyatda 10 qirab Qirab degan qirbaninki ko'pligi tulum. 10 tulum asal bo'lib qolsa, bu qirbami lekin o'lchami aniqamdi. Bir qirba desa 40 kilo o'lcham. Ya'ni 4 kilo bo'lsa demoqchi ekan. Kada akhadha min bani sayyara. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bani sayyara degan jamoatdan asalninki o'shrisini shu o'lcham bilan olgan demoqchi ekan. Hasan darajalik rivoyat.
وقال محمد رحمه الله 5 قرب. İmam Muhammed 5 tulum esel olsa nisab tolgan buldu depti. Ve fi rivayetin 5 afraq. Yani bir rivayette 5 farak. Farak diye bu bir kemçen atalgı. Bu 3 saat kildo. Yani 6,5 kilo. 6,5 kilonu 5 köpetsanla 32,5 kilo çıkıyor. لأنه أعلى ما يقدر به نوعه. Çünkü eselini cınlaş ve satışta ölçemde en yukarı ölçem şu farak oluşu mümkün değil. لأنه أعلى ما يقدر به نوعه كما مر من أصله. Yukarıdaki meselede mi şunda diyente. Pahtını hesablayan çağır. Zəfə olan pahtını. Vel faraku, farak diyen muşkemçen 36 rutla. 36 rutlu yıkıldı. 36 can degende. Diken bu rutlu 35 gram, 10 gram yani. Ve la şey'e fîmâ yu'khadu min ardıl harac. Harac zemininden elindiğen usulü kalsa onun da öşürkenmeydi o. لِأَلَّا يَجْتَمِعَ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ. Harac zemini olsa harac tüleydi bu. Bu zeminin hakkına tüleyken bir oldu. Öşürü tülmeydi. Yani çıkkesse üstüge bizden tülmeydi olmak. Yani bir mezardan karışan. Lekin cumhur ulamalar harac zemini olup kalsa harac ne bir tüleydi o. Bu bir baş. Bunun için Müslüman bulup kalsa ise öşüresinin bir doğru. Bundan ki Ebu Hanife eselinin iste az olsun cık olsun bu nisab yok. Öşürkildi dedi. Ebu Yusuf bir rivayette 10 rıtın. Yani bir rivayette 50 vesakla en azan aşkının 5 vesakla kımmeti. Yani bir rivayette 10 tulum dedi. Yani 100 kiloda günesi. Muhammed 5 tulum. Yani bir rivayette 5 farak. Yani bir rivayette 10 farak da baktı. Yani racih nima? Ya Ebu Yusuf degende aşkının 5 vesak aşkının konak buğdayının mısını hesaplar 600 kilo deb 5 vesak aşkının kıymetini ya ki biz yukarı masalda degendek altın kümüşninki nisabını şunu biktiniz. 85 gram altın. Çıkının birisini tanışınız lazım. Uş karışlarımız bazı. Yani ölüm aldım. Nisabı nakdeyni hesaplamamız geldim var. Ondan ki şu esel zarlık kılıp kalsa, esel zarlıkki mesela şu işintidiğen üsküne, sayman var kaza çıkarsa kemmeydi o. Onun çıkımlarını hemen çıkartkendiğin ki, onun için sap eselge 5 kilo doğru deyimiz. Peki öşürünü nisab bikteyil de kalsak sahibenin olmamız bu işe. Ya pulun nisabını ya ki aşkının nisabını hesaplayacağız. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.